Bu kompaniya haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Bu Turkiya kompaniyasi asoschisi Yenigün. U ayol kishi bo'lib, uning asosiy maqsadi ayollar uyidan chiqmasdan daromad topishi. Ushbu kompaniyada kundalik foydalanish uchun sifatli mahsulotlar ishlab chiqariladi. İştirok etish uchun oyiga taxminan 300 bin so'mlik mahsulotni o'zingiz uchun xarid qilish kifoya. Mahsulotlarni sotish majburiy emas. Kim sotishni bilsa va xohlasa sotadi. Kim xohlamasa faqat o'zi uchun foydalanishi mumkin. Kompaniyada katalog narxi va hamkorlar uchun maxsus narx mavjud. Chunki biz bepul ro'yxatdan o'tamiz, ro'yxatdan o'tgach mahsulotlarni chegirma bilan olamiz. Shuningdek, kompaniyada bepul sayohatlar mavjud. Turkiya bo'ylab yoki boshqa davlatlarga. Albatta bu imkoniyatlar martaba bosqichlariga ko'tarilganingizda beriladi. Doimiy ravishda turli aksiyalar va yutuqli o'yinlar o'tkaziladi. Pul mukofotlari, oltin, maishiy texnika va boshqa sovg'alar. Bundan tashqari har bir xarid bilan birga bepul sovg'alar ham beriladi. Eng muhim jihati martaba tizimi. Siz direktor bo'lganingizda boshqa kompaniyalardagi kabi qo'rqishga hojat yo'q. Agar sizdan keyin kimdir direktor bo'lsa, siz martabangizni yo'qotmaysiz. Aksincha, yanada yuqori martabaga ko'tarilib, ko'proq daromad ola boshlaysiz. Boshqa kompaniyalarda esa yangi strukturalar 3, 4, 5 va 20 ochishga majbur bo'lasiz. Bu kompaniyada esa atigi 3 ta struktura orqali yuqori martabaga chiqish va yaxshi daromad topish mumkin. Albatta buning uchun sizdan keyin ham odamlar daromad topishi muhim. Bu O'zbekistonda ilk bor joriy etilgan noyob va adolatli tizim.